Qo'ysizlar. Yaxshimisan? Qayerdan? Nega u bu? 11-boshliq. Senga yoqadigan qiz va ukang Jiyanchen. Ular orqangdan yashirincha birga bo'lishgan. Qanday qilib bunga shunchalik ishonching komil? Menga ishonmaysanmi? Hozirgina haqiqiy kirganini ko'rdim. Lekin ichkarida Jiyanchen chiqdi. Undan klubda ham shunday bo'lgan. Dunyoda bunday tasodiflar bo'lmaydi. Ikkovining albatta munosabati bor. Menimcha muammo sendadir. Yani ya doim haqiqiyni taqib qilasan. Demak u senga umuman tegmagani, menga yolg'on gapiryapsanmi? Men allaqachon aytib bo'lganman. Nega bunday qilyapsan? Meni ular aldab qo'ygan deb qo'rqyapman. Menga yolg'on gapirmaydi. Jiyancheng ham yo'q. Nima qilay? Agar unga aytsam, chempionlik olib qo'yiladi. Nima bo'ldi? Kechirasiz meni. Bekordan bekorga nimaga bunday deyapsan? Ha, oldin seni maktab bezorisi deb o'ylar edim. Senga juda qo'pol munosabatda bo'ldim. Mayli, men bunga o'rganib qolganman. Aslida seni uchratganimdan xursandman. Chunki Voy, qarang. Voy! Voh! men seni sevaman. Men seni sevaman. Nima deding? Hech narsa demadim. Men seni sevaman. Kech bo'lib qoldi. Men qaytib dam olaman. Nima deding? 1-noyabr kuni u senga sevgi izhor qildimi? O'shanda eshitmaganga olishimga to'g'ri kelgan. Ammo nimaga? Axir sen ham uni yoqtirasan-ku. Yo'q, u seni yoqtiradi. Meni emas. Akam ham aytgandi. U nihoyat Kinglangni orzusini amalga oshirdi. Menga juda ishonadi. Qanday qilib o'shanda unga haqiqatni ayta olardim? To'g'risini aytsam, u yigit o'g'rilarni yoqtiradi deb o'ylamagandim. U menga juda ham yopishib olgan. Uyga qaytishimda albatta dengiz mahsulotlaridan olib boraman. Faqat akam uchun. Sen esa bunga berilib o'tirma, tushundingmi? Yana nima? Lekin uning yonida faqat bo'sh joy bor. O'quvchi, dars boshlandi. Ha. Qani hamma 84-betni ochsin. Meni kitobim qolib ketibdi. Bu o'zingning muammoing. Menga aloqasi yo'q. Juda tanish holat. Qizg'anchiq bo'lmasang-chi. 其实我也好想牵住你的离场，结局会是怎样？好像真的。 Bunaqa davom eta olmaydi.